Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilishimiz qatnashchilari, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli bank xodimlari. Bu sizlarni birga ishimizdan ko'p asosiy maqsad prezidentimiz tashabbuslari bilan 11-sonli qarorlar yashidan yoshlar bandligini ta'minlash, oliy ta'lim tashkilotlarining bitiruvchilarini mehnatga jalb qilish, ularni tadbirkorlikka, ishlab chiqarishga va aqllanishga jalb qilib, ularni bandligini ta'minlash va moliyaviy samaradorligini oshirish uchun yig'ildik. Bu ishni tashkil qilish uchun hozir Milliy bank tizimida uchta yangi kredit produktlari ajratilyapti. Bular kelajakka birinchi qadam, kelajak uchun start va yorqin kelajak saralgan yangi kredit produktlari bo'lib hisoblanadi. Bular mana oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini, shu yilgi bitiruvchilarni o'zini o'zi band qilgan holatda 1 million so'mgacha hech qanaqa zaloglarsiz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun ajratiladigan kredit hisoblanadi. Undan keyingisi esa kelajak uchun start. Bu eng maksimum miqdori 300 million so'mgacha ajratiladi. 50 million so'mgacha zalogsiz sug'urta kafilligi bilan 50 million so'mdan yuqori bo'lgan qismi zalog talab qiladi. Bu asosiy vositalar sotib olish uchun yoki aylanma mablag'larni to'ldirish uchun beriladi. Asosiy vositalarni sotib olish uchun 84 oygacha, aylanma mablag'larni to'ldirish uchun esa 36 oygacha beriladi. Bularda 24 oylik, 6 oylik limitni davrlari bor. Va so'nggisi yorqin kelajak sari bu 1 milliard so'mgacha ajratiladigan kredit bo'lib, Markaziy bank stavkasidan +4% stavka, ya'ni 18%lik kredit bo'lib hisoblanadi. Bu ham aynan oliy ta'lim bitiruvchilari uchun ularni tadbirkorlikka jalb qilish va ularni bandligini va daromadini oshirish maqsadida ochilgan kreditlar bo'lib hisoblanadi. Mana shu kreditlar bo'yicha oladiganlar bo'lsa yoki olish istagida bo'lganlar yoki sizlarning tanishlaringiz, yaqin qarindoshlar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol bevosita bankka murojaat qilishlaringiz mumkin. Bundan tashqari ham savollaringiz bo'lsa, bemalol beraversangizlar, masalalar, bank masalalari bo'yicha bo'lsa, bemalol. Savol so'rang. Islom Shavkat Qo'chilov, tadbirkorman. Yana tadbirkorlikni rivojlantirish uchun samoyga ochmoqchiman. O'shanga qanday kreditlar taklif qilasiz? Apparatini olmoqchiman. Joy o'zimniki, narsalar qurilgan. Faqat samoyga apparatini sotib olish uchun qanaqa kreditlar tavsiya qilasiz? Samoyga apparatini sotib olish uchun. Bu ya'ni asosiy vosita uchun bo'ladi. Yakkadan tadbirkor yoki yuridik shaxs. Yakkadan tadbirkor bo'lsa, prezidentimiz 312-sonli qarorlar asosida kichik biznesni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha sizga bersak bo'ladi. Bunda 100 million so'mgacha kredit oladigan bo'lsangiz, 7 yil muddatga beriladi. 100 million so'mgacha zalogsiz. Xo'p, 100 milliondan yuqori bo'lgan qismiga zalog talab qiladi. Endi u sizning ehtiyojingizga qarab, xohlasangiz 100 milliondan yuqori, agar zalogingiz bo'lmaydigan bo'lsa, 100 million so'mgacha maksimal olsangiz bo'ladi. Foizi 22%, 7 yil muddatga ajratiladi. Agar kreditga ehtiyoj bo'lib, joylaringiz bitib, hamma narsangiz tayyor bo'lgan bo'lsa, ariza bilan murojaat qilib, hujjatlarni taqdim qilsangiz bo'ladi. Rahmat. Ish bosib bormi? Tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchiman. Shunga kredit, qanaqa kredit bo'lsa bo'ladi? Tadbirkorlik qaysi qanaqa holatda bo'ladi? Non-mahsulotlarni Ishlab chiqarish bilan yuridik shaxs ro'yxatdan o'tamiz. hamma narsa sharoit bor, lekin faqat kredit olish kerak. Bino, Bino hamma narsa ishlab chiqarish uchun faoliyat joyi, bor. joylaringiz hammasi o'z nomingizda. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, mana shu hozir Shahzodga bergan kredit turimizdan u ham ishlab chiqarishni va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha 312-sonli qaror asosida ajratsak bo'ladi. Undan ta'siri xuddi shunday 100 milliongacha zalogsiz, 100 millionga yuqori qismi zalog bilan beriladi. 7 yil muddatga 2 yillik ligovniy periodi bor. Undan tashqari 22% dan 22%. Kerak bo'lsa, agar ular ko'rib, reja bilan hujjatlarni taqdim qilsangiz, arizangiz ko'rib chiqamiz. Savollarim boshqa? Ko'p boshqa savollarimiz bo'lsa, sizlarga katta rahmat. Agar birorta masala bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib uchrashsangiz bo'ladi. Rahmat.